Assalomu alaykum do'stlar. 2024-yil 14-sentyabrda stapkiling so'rlarimiz do'stlar. Haqiqiy mana stakanchik Lipson bo'ladi do'stlar. Yaqinroq olib kelavering. Do'stlar qilganiga baho beringlar. 100 kilo, 120 kilo yuki bor do'stlar. 8 yasharlik bog'i holatiga baho beringlar. Yaqinroq olib kelavering. Do'stlar changi bor. Mana qilganiga baho beramiz. Mana olmadan boq qilaman deydiganlar ko'chatni ko'paytirib qo'yganmiz. Endi rangiga keladigan bo'lsak do'stlar, ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar mana qora qizil baxmal bo'ladi. Mana do'stlar 150 grammdan 250 grammgacha bo'ladi. Mana haqiqiy stapka Lipson ko'chatlardan shuni shoqini bor ko'paytirganmiz. Olmadan boq qilaman deydiganlar. Yaqinroq olib kelavering. Do'stlar qilganiga baho beringlar. Mana do'stlar olmadan boq qilaman deydiganlarga jo'natib bersa, xudo xolasa xuddi shunaqa bog'ini qilib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim do'stlar. Mana sara bo'ladi. Mana do'stlar. Ko'chatlarga bemalol aloqa qilishlar mumkin. Yaqinroq olib keling, ko'rsatib bering. Mana qilganiga holatiga mana bemalol baho beraveramiz do'stlar. Mana rangi, mana holati. Mana u keyin qo'yilgan cho'sharlik mana oyalni ko'ylakda aytib qo'yganman. Mehnatlarimiz yoqqan bo'lsa like podpiskani aytmaymiz, yaqinroq olib kelavering. Xudo xolasa ko'chatlarni noyabrdan boshlaymiz. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar.